Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda bar ediniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. Namı dastan qadam yetken hemmi yerde, bizge hamra nege basak bu Serker'de. Serker'de Xalqaro Savdo Cheklik Şirketi tajdarligida o'tkazilayotgan xush keldiniz programmasining bugungi soni huzurunlarda bo'lyapti. Men Abdulla Abdurahim. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal Sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sopliq ham a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Bugungi suhbatimizda yana yana bir suyumlik inim, bizning xalqimiz yaxshi ko'radigan naqshchimiz, hozir bizning Qashqar diyoridagi bir avangard bizning eng suyumlik o'quvchimiz Ubul Qosim Umar. Ko'pchilikka notanish emas, Ubul Qosim Umarning xeyli tarixi ko'na hisobda yerlik til bilan aytganda tishkona naqshchi desam. Qashqarda nurg'un yaxshi yigitlar bor Qashqar shahrida. Madaniyatni, yerlik alayidlikni o'z ohanglari, naqshlari orqali ko'pchilikka, texnik keng ko'pchilikka, jumladan Jungodagi butun har millat xalqiga ko'rsatayotgan, anlatayotgan, ifodalayotgan yigitlarning ichida Ubul Qosim Umar yana muhim o'rinda deb shunda sanaymiz. Ubul Qosim hozirmi shu yana naqsh aytish, ijodiyat, hozir qo'shilgan ijodiyat bo'ldi. Adamni yesh cho'ng'ilgan sari bilishi, nazar doirasi kengaygan sari uningda ma'lum yetishmagan hissiyotlar, tunishlar to'liqlanib, mana xuddi naqshchidan o'zining texnik cho'nqir hissiyotni ifodalaydigan ijodiyat sifatida o'tadigan gap ekan. Buning bir jarayon ketadi ekan, yashash kerak ekan, ko'proq jumladan mush ufqamma hozir ijodiyatlarni anglayapmiz bor. Endi Ubul Qosimni qayta tunishtirib o'tirishning hojati yo'q. Demak, bu Qashqar yigiti. Kimdikin to'kilgan jut yengsa. Men qanday tunishgan degan kelganda, men o'zim so'zlashga tilim ojizlik qiladi. Fikrim Ubul Qosim hisobda bu mening aslida yechki kerak bo'lsa o'g'lim desammi bo'ladi. Shunchalik darajada yaqinchiligimiz bor-da. Endi shunsa o'zing bir so'zlab bersan, ikkimizning tunish jarayoni bo'ladi. Men yanlam eng oldi bilan men ham shu san'at hayotimga, ham shunchalik natija yaratishimga dastlabki qadamni ulusat bergan ustozim sizga, ya'ni eng oldida rahmatimni aytib bo'lay. Rahmat. Menga endi bu 90-yillar sizningki Loyim plastinka, ayrilish, qor tuproq degan shu plastinkani anglagandan tortib, shu sizning jiningiz chaplashib qolgan chiqar. Shu chog'da balak odamning naqshini qat'iy anglamayapmiz dedi. Sizning naqshingizni anglab, sizning shu uslubingizga bilib bilmayam necha yil besib anglaganga kirib ketib, tabiiy ish. Shuning bilan bu siz bilan bir tonish orzu, istak qalbimda davomli nima qilib turibdi, hech fursat bo'lmadi. Oxirgi qatim 98-yil san'at maktabiga o'qiyotgan mezgilda, Qashqar san'at maktabida o'qiyotgan mezgilda siz bilan shu joyda 2000-yillari bir tonish fursati bo'lib qoldi. Yana bumi sizning keng qo'saqligingizning nimasi bilan bo'ldi-da, oldida ko'rish bo'lmagan masala ishkaylar. Mening shunday orzuyim bo'lgan bo'lsa-mu, endi bu araliq sharoit yaxshi bo'lmagan. San'at maktabining tuzda Anvar akamning uyi bor, sizning. Mening akamning.
Bir fursatda sizni shu uyga kelganingizni anglab qolib men o'zimni qilaliq qilib berivergan. Fursatni chim tutib men kerak deb ishga chiqib bordim. Siz bilan ko'rishdim, hayajonlanib ketdim. Mana o'zi men qilaliq qilib saboqdoshlarimdan boshlab chiqib keldim. Jurnallar Abdulla aka bilan ko'rishib chiqamiz degan qanday qilsak bo'ladi. Deb shu 2000-yillari tunish fursatda shu Anvar akamnikida siz bilan kichik birlik bilan hammamizni bolabash boshildingiz uyga. Ig'ir ko'may, hammamizlar rasmga tushib qadingiz. Saboqdoshlarimning hammasi rasm cho'ngatib, hozirgacha chambaraklar chiqarib turdi. Shu chal shunda qo'shilib ketibdi ekan. Tunish fursatda shu 2000-yil bo'lgan. O Anvar akam to'g'riliq gap chiqib qoldi. Bu Anvar akam degini mening yuqoridan sanaganda 2-chi akam. Shu chaqda 2000-yillar shu Qashqarga xizmat ehtiyojidan Qashqar shahriga yo'tkilib oilasi bo'yicha yo'tkilib u yerda bir 5-6 yilga yaqin o'sha yerda turib qoldi xizmatda. Nima xizmat? U chaqda mana 3-diviziya Qashqarda bo'ldi. To'g'ri. 3-diviziyaning o organning yer boshqarish xizmatiga mas'ul bo'lib turgan u chaqda. Ilanmi oshadimi? Yo'q, hozir pensiyada, hozir Jutda, Tunç shahrida. Shu chaqda shu yerda xizmat etdi. Endi bu Ubul Qosim u chaqda hisobda bola texnikumda o'qiyotgan vaqtda. Lekin san'at bo'yicha. Endi shunda borsam bir fursatda Qashqarga. Biz albatta akamning uyiga boramizda ko'rishgili. Onam bor edi, onamni hafta olib oldigan. Shu ko'ygisiga ketib, onamning bolasini ko'ygisiga ketib, onam hayot bo'lganda ko'chadi. Berib shu yerda turdi bir hafta. Shu vaqtida bir necha qitim bu men Ubul Qosim bilan ko'rishdim burun. Onam rahmatli shu bolam deydi, mishada bir bola bor. İsmi Ubul Qosim ekan. Ash bolaning sizga bek aqidasi bor ekan. Siz bo'lsangiz bo'lmasangiz men bir necha qitim ko'rdim. O'sha uyga kelib, Aysha mana men Allohga bek amroq, shunga sizga bek hurmatim bor deb o'zining shuna topgan ko'ngillarini mevchi va qo'rqib yalimish degandek narsani olib meni yo'qlab chiqyapti. Agar fursat bo'lib qolsa, ash bolaga uchrashib qolsangiz, bir qo'lingizdan kelsa yetaklab qo'ying deb shu. Onamningki bir topshirig'icha bu. Undan keyin Anvar akam ham, ya'ni shu akam bekrak topiladi. Yaxshi bir bola ekan, yaxshi bola ekan bu. Ham balki u kichik bo'lgandan keyin jiq narsani bilmasligi mumkin. Naqshiga noyat bek havasi bor ekan, sizga noyat bek havas qildi. Agar fursat bo'lib qolsa, ash bola bilan bir ko'rishib qo'ying degan bunda. Bu akam bilan onamning iltimosida. Ammo Ubul Qosimga o'xshash bolalar davomli uchrab turdi. Ba'zilar rasmiy fursat bo'ldi. Abay Mavkam degandek, yoki orliqchiroq, yoki vaqt to'g'ri kelmaydi. Shuning bilan bu bir to'g'ri kelish bo'ldi-da. To'sam dal bu shu o'chaqda yoshlikdagi kuchli bir orzu, kuchli bir hayajon, hammani yengadigan vaqtimiz hammamiz yosh bo'lib qolgan. Unda G'alqabay o'zi dedi, qilinlik qilib deb, u qilinlik emas, u bir hayajon. Shu fursatni chang tutmasa, uning bu fursat ketganligini biladi. Anim bo'l shu qilinlikni qilib Shuning bilan biz aloqalashib qoldik. Aka, saboqdoshlarim bilan sizni bir ziyorat qilib chiqqan bo'lsam, fursat bergan bo'lsangiz deyman. Bu bolalarga ma'qul deb o'rinlashtirib desam, bular kichikda. Sirtda bir yalni to'g'rilish kerak. Bu vaqt yetmaydi. Hamda o'quvchilarni unda qiynashlikda bo'lmaydi. Va qancha olsin kelinglarmiz bir şeyga deb. Akam o'zi topshiriqlar bu. Bo'ldi ashta qildi. Ancha-muncha bir ashtamoqni tayyorlab bolalarni keldi. Biz shu munosabat bilan bu inim bilan tanishdik. Nihoyat astoydil xotir qoldirdik, rasmlarga tushdik. Shundan keyin ham bizning shunday bir ukuluq ustoz shogirdlik munosabatimiz rasmiy boshlandi. Bu bir balkim bizning bir hikmatlar bilan uchrashishimiz. Balkim buni biz davlatlik yuanfin deymiz. Balkim bir yuanfin bo'lishi mumkin. Ubul Qosim Yangisadan tug'ilib o'sib kichik vaqtidan 4-5 yosh vaqtlarida
mening naqshlarimni anglab, yodlab, ixtiyorsiz mushu yo'lga menib, naqshchida ulgu tutib, anan keyin Qashqar san'at maktabiga kelib o'qish. Shu vaqtda men Qashqarga berishim, menda bir yonfin uchrashishga. Shundan keyin biz aql bo'ldik. Keyin bayqasam, buni Qashqarda kichik Abdulla deydi ekan. Chunki bu shu vaqtda ovozni o'rganib ekan. Bu taqlid ovoz taqlid qilishga bak muayir bo'lib ketgan ekanda. Qasddan emas, naqshingiz shunday chiqadi. Shunday chiqadi. Keyin men telefonda Org'ilmagan. telefonda "Ey, sen o" dedim men. Eksida qaytayotgandek. Inson o'qishda, hatto gap qilishda, pauz berishda, gaplarning oralig'iga nafas ilishtirdan tortib, endi bu bak kuchli havasda bu. Bizning kichik vaqtimizda ishda bo'lib boqqan. Shuning buni men to'g'ri tushunalayman. Keyin buni taraqqiyotini ko'rdim. Men bu bosam u yerda yetaklab, "Abdulla mening inim, mening shogirdim" deb e'lon qilib turdim, cho'ng kichik so'rlar. Asta-asta bu restoranlarda yaxshi natija qozonib turdi. Shu chaqda restoran degan bir o'quvchiga yoki bir yangi naqshchi Bir sahnada cho'ng sahna bir cheniqishmaydi. Ko'rib turdim. Samovar restorani buni bir jutlig'i ochgan cho'ng restoran shu vaqt. Eng boshda men uni naqshlarini Samovar degan restoranda oldim. Bayam taq so'g'aman. Shu yer bormi desam, hozir chiqib, yana bino boshqacha bo'lib ketdi hozir. Shu yer naqshlarni oldim. Menga atab naqshlarni aytdi, ustozim ketdi ekan. Haqiqatan bir sizga atab o'zingizning naqshni aytib beradi. Shu. Xeli biz borsak oldimizga sog' salomlarni ilib, jo'zlarni tayyorlaydigan taraqqiyotda bu hamda. Iqtisodiy jihatdan, ma'naviy jihatdan 5 ga boshladi. 2003-yilga kelganda. Men Urumchi keldim ondan keyin. Sizni bana tartib keldim. Akam işte bir naqsh qilg'im bor dedim aka desam, ya'ni siz kam o'zaligingiz bilan 5 ta naqshni o'z qo'lingiz bilan chilib, nana qizi sen qatorliq bir tugun naqsh o'zingiz deb bergan naqshlar. Chilib Bekag'im ya. Ovoz oldiga yedim, o'zingiz tudingiz beshimda. Hayajonimda. Bu mug'ayir to'xta deysiz, men sizlar titirtib qol deysiz, qashqa qilib yurib. O ovozimiz sizga g'azab o'xshasa, ayni vaqtida shu bir xil g'alitilik yoki bir xil peki men shaxsan qattiq hayron qolgan. O'rganmagan ishga ovozni. To'g'ri. Sizni qanday his etyapti aka? Bo'yingda anglasa haqiqatan darhol ozid ekan haqlancha. Ozid. Abdullohning naqshimida bidam andin bayqalaydi ekan. Haqiqatan burun tat mening naqsham buning o'xshash anglaganlar. Ya emasken deb bayqalab bo'lmasa uqolmag'idek darajada. Uqolmag'idek darajada. Onda olsa shu loyin qilish jarayonidan onda qilmada qilgan bo'lsa jiq ajr O bek jiq ajr so'ragan mana shu ko'z loyin pingda ovozni o'tgan bo'lsa, kam qo'zg'al qilamiz sabab. Odatda biz makesibtikini bek kam qo'zg'atma kelmaymiz o'zaro. Sen shu qanday kelamiz? Lekin siz bo'libmi sizning o'zingizning ovoziga mening ovozimning o'xshishi nisbatan qizg'anmoqda yo'q, qo'llab chiqayapkamdi. Shu 5 ta naqshi bilan nat yaxshi bo'ldi uning ta'siri ma. To'g'ri. Umi ko'rinishlikmi? MTV'lik qildik. Suratlarni Mo'minjon olib bergan o'chal, shu Mo'minjon shu ishni boshlagan chiqdi. Abdusamiyevlashkisi. Shu naqshlar esimda bormi hozir? Bormisi bu degan qinimiz sinib ketgan naqsh. Men yaqinda shu naning qizi degan naqshni qayta yetib boqqan. Boshqa tashlab etmaslik kerak ayni vaqtda. Men mashta qilyaptimchi pat burun xalq yaxshi ko'rgan naqshlarni ancha-muncha yana boshqadan balla talab qilib turgan qaytib qilsam bo'ladi shunday. Shuning asosan qayta qildim, ish qilib sizning yardamingiz menga til bilan tasvirlayolmayman ish qilib aka. Rahmat ustoz. Bizning shundan xo'shligimiz hamda bir kichikina balkim bizning bu qo'limizdan keladigan ish bo'lishi mumkin. Faqat qo'sqimizni sal kengroq qilsak, yoki bo'lmasa shu azroq avarchiqdan qochmasaqlar, balkim bir yaxshi maysa, yaxshi meva beradigan cho'ng daraxtga aylanishi mumkin. Inoyatda tutgan yo'lim shu. Endi bir 20-30 yil mush san'at sohasida ishlab, bir maysning kelbisida meva beradigan ko'chatga aylanadi yoki
bir gereksiz bir daraxtga aylandı yoki ağrıgıdak bir iqtidarni berdi ekan-ku odamga. Ko'kidan. He, shuni balkim men ağrıgan bo'lishim mumkin shu vaqtda. Bu yaxshi bola ekan. Bir mijozi yaxshi ekan. Odamiyligi yaxshi ekan. Ikkinchidan cho'qim umid bor. Shu vaqtda balkim jiq odamlar ham sana degan bo'lishi mumkin. Nimishqa do'raysa. Ha. Do'stlaring ichidan bo'lganmi shunday gaplar? Bo'lgan do'stlarimdan shu desam shu o'zingni qilmay nimanda bir doğru men ish turishtirgandan deb gap so'zlarni tatib sen cho'qlashib qoldimi o yaqinlaring deydi. Va o'zim his qilmagan asosda ashta bo'lib ketgandim. Biz Shu doğraştın bo'ldi-chi amniyatda. Doğraştırayım dedim. Ben kichik vaqtimda o chaqda bunda bevosita ko'rish yo'q. Yoki luying ilmi yo'q vaqti biz avasini boshlagan vaqtimizda radioda anglaydik. Masalan, Eminjon Yusuf akaning ondan Pattar Rahim akaning, Obnuz Rahim akaning, Rashida Davud, Ezmamut mush akalarimiz naqshini radioda anglasak bir ajoyib bir his tuyg'u tushmab shu ijroqdim bilib bilmay shuni o'zimizni ustoz tutib rishtimiz bog'lanib qolgan ishlar bo'lgancha Ma'naviy jihatda shunday bo'ldi. ma'naviy jihatdan ulgi qilgan ekan. Shunga o'xshash. Bu nihoyatda to'g'ri tushunishga bo'ldigan ishlar. Anan keyindan bizning yana sening orqali bilmoqchi bo'lgan ko'pchilikning ko'ngil bo'ldigan bir nuqtalari Ubul Qosim hozir qanday ahvol? Masalan, oila, turmush jihatda To'y qildim, o'zimdan savodishim bilan to'y qildim 2006-yili. Hozir 2 tane qizim bor. bir juft qizim bor. Bir juft qizim bor. 2 tane deb kutdim. To'g'ri. Shunga to'liqsiz chiqdi. Kichikka boshlang'ich 3-yilda o'qiydi. Turmushim odatdagidek normal turmush. Ya'ni shu davomlashtiryapmiz san'at hayotimizni. Shu jamiyatning xalqning ehtiyojiga biqib shu klublarda hozircha. Seni shu bo'lib qoldi. Qashqar shahrida. Undan boshqa unda o'yinlarni beryapmiz. U ham bu yoqqa mengavatman o'shaligi. Taklif bilan. 2 kunlik, 1 kunlik deganda. Hamda hozir bolalar cho'ngi to'liqsiz o'qiyapti. To'liqsiz. Kichigicha. Kichik boshlang'ich 3-yilda. Bu ikkisi bir juftlik qiz, taleylik ona qiz farzand ko'rdi degan gap borimiz taleylik o'xshaydi. Yana birisi sening ko'ngli yaxshi otaga qiz bola berdi deydi. Bag'ri yumshoq. Shunday bir sabablar bo'lishi mumkin. Qizlarning baxtini bersin. Yaqinda yana qanday bir planlar bo'lyapsizlarmi shu kasbiy jihatda? Kasbiy jihatdan bir turkum naqshini ishlatib, ovoz qilib tayoq besib o'gizi yeyib qo'ydim. Qurtuvotdim. Vaqtga chiqirmadi. Hech sharoit o'nkamadi. Endi chiqirmadi birdan. Amaliyotda bu uslub degan narsa shakllanishi bunday qisqa bir vaqtning mahsuli emas. Shunga uslubdan chatnab ketish bir qiyin ish. Bu ham Ubul Qosimga o'xshash. Necha yosh bola vaqtdan tortib bu uslubga havas qilib shu yo'lda mangan bolalar texnik qiyin. Bizni yetaklaydiganimiz amal bor, o'zing uslub yarat. Shuni paydo qil deymiz. Ammo uni cho'qim birdamda ichida yet digil bo'lmaydi. Faqat hozirgidek Ubul Qosim ekanmi bu? Bu yana baribir Abdulla akamning shogirdi yoki shu uslubda chiqyapti-da. Abdulla akamning o'xshaydigan naqshga, ya shunday aytilgan naqshga, lekin bu Ubul Qosimda tunish kerak. To'g'ri. Bu ovoz tusi, ayrimlik masalan xoslik. Bular bu xoslik bilan bagrab ifodalaydi. Ubul Qosim Abdulla akamga o'xshash naqsh ayta oladi, lekin bu Ubul Qosim deb orsa, buning san'at hayotining uzishiga foydali. To'g'ri. Ubul Qosim, Abdulla ikkisimda. Men keyin oldim. Naqshlarni anglab kelyapman. Haqiqatan o'zining yo'lida o'z garchi muqim Ubul Qosim uslubi deb yaralmagan bo'lsa-mu, o'zining yo'lida yana farq etish mumkin. Andan xosligi bor. Bir qatim radio anglab qoldim mashinada ketib o'tib. U chaqda radioniki
Holim tez yaxshi emas bir yerda, lekin asosan mazmundan xabar topdim. Menga akam shular degan, shundan keyin bir 2 yildak ustida izlanib, hozir shu tarafga menyapman degan bir radioda anglab qoldim, qo'yasiz. Ana ekan telefon qildim, to'g'ri bo'libdi. Balkim sen cho'ng bo'layotgan bo'lishim mumkin. Agar bundan ketaversang, kechgacha oldida mening ismim chiqadi. Bir naqshni eshitsam. Abdulla akamning shogirdi Ubul Qosim bo'ldi. Yoki Abdulla akamdek aytibdi degan gapni anglab ketaversan. Ubul Qosim, qaysi Ubul Qosim? Abdulladek aytadigan Ubul Qosim shu deb manda deydigan. Anda bo'lib qolsa, sana yaxshi bo'lmaydi. Endi bu bir ustozning tegishli gapi. Uni cho'qimiz to'g'ri yo'lga yetaklash kerak. Uning yetish yetmasligi yoki g'ayrati yoki o'ziga bog'liq qilmayman. Cho'qim seni do'rab aytaverma desa, u o'zining ixtiyori. Shunday. Shuning bilan hozir men cho'qim Ubul Qosim o'zi bo'lib chiqyapti-ku. Hozir yaqinda burun aytgan naqshini qayta aytdi. Uni anladim. Shuni o'zi bu g'ayrat qilgan yetibdi deb o'yladim. Uzun jarayon ketdi. Yig'lab turib kechdim sizning ovozingizni anglashdim. Burun sizning konsertlaringizni, o'yinlaringizni olib turtdingiz. Savodoshlarim bilan chirtdim masalan 2099-yilda. Men yo'q bo'lib ketdim shu maydonda, mas bo'lib ketdim ish qilib. Shu sizning naqshlaringizni anglab o'tirib, hatto o'yandan taqib, yotoqqa o'rib, yeshilmaydim bu masjiddan. Hech kim gap qilmaydi, gap qilmadi menga aytadi. Birdan jim tug'ilib Birdan jim turib olayman. Bu sen tushingda. Ajoyib ish qilib. Bu haqiqatan isnaqdi. Tam rasmlari uyga chopilib o'tgan, yotoqlarga chopilib o'tgan rasmlar eshitdim, bir daraja alqib ketgan işte. Buni amal yo'q. Bu havas, ulgu tutish degan bizda mastani deymiz endi. Chumbay deymiz. Mastan deymiz. Mastanning ichidagi shu kasbiy mastanda bo'ladi. Boshqa anglag'uchilarning anglag'uchi emas-da. Bu rasmiy aytquchidan-da. Shu buning texnik kuchli bo'ldiğini amal yo'q ba'zi narsalarga his qilishga bo'ldi. Sarkarda Alkuyar tish pastilari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sofliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastilari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda Alkuyar tish pastillarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda Alkuyar yurishlik tish pastilari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastillari. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida olib berilayotgan xush keldingiz programmasi. Ondan bu yana bir so'rab bakmoqchi bo'lgan gapimiz, ham bilmoqchi bo'lgan fikrlarimizdan birisi. Sen hozir bir jup qizing bor. Cho'nga hozir to'liqsizga chiqdi. To'liqsizning birinchi yilligida hozir. Birinchi yillik. Biz to'liq yana bir qiziqadigan nuqta shu balla qanaroq o'zining o'qishi. Undan boshqa bu bir san'atchining bolasi. Uningda san'atga nisbatan qiziqish bormi? Bolalarga masalan. Qiziqish bo'ladimi? Cho'ng qizimda qo'rqinish bir qiziqish bor aka. O'zim qo'rqayman hatto. Haqiqatan. 13 kirdim, 6-yana 27si to'liqsiz birinchi yilda o'qidim. Buning Koreyaning bir 7 kishilik bir guruhi bor ekan endi. O'g'illar guruhi ekanda. Naqshchilar. Naqshchilar. O'g'illarga desa, qizlarga o'xshab qiladigan bular. Turli qaragan bir. Birisini checha serat, birisini shaptunchichga, birisini yeshil. Quloqlarida burilirga halqa o'tkazib olgan edi. To'g'ri, shunday bo'ladi. Cho'ng qizim hamda Ayşlar ajoyib qiziqib ketibdiki. Butun topgan tagini men yo'llab bergan manni xarajat qildigan pulg'im bir mo'chan u ham bu ham qilmay Ayşilning materiallari, Ayşilning plastinkalari, har xil rasm albomlari.
Bütün zat dümiyet to'qib shular shunda avaz qilib jiq tarbiya qildim bu qizimga. Yo'q, endi o'zining qiziqishi. Qiziqishning bir yo'li edi, men to'g'rida qaramadim buni haqiqatan. Am atlab Koreyalik jinga o'xshaydigan shu nimalarga avaz qilmasin, bizning ma jungodimi bolalarimiz avaz qilib, ab yaxshi ko'radigan naqshchilik, ko'ngil naqshchilik va san'at madaniyatimiz bor. Mening kallamdan faqat o'tmadi, hozir jiq datalash bo'lib ketdi qizim bilan ishga. ishkalni o'tirib shu to'g'riliq talash bo'ldi dedi. Qiydishlar, gaplashmaslik, hep-hepdilar. Sen nima qilsan qil, meni ma'nodan orimi cheklama deb. Unda bo'lsa. Shu darajada bak hatta kesel bo'lib ketdi desam bo'lar shu yo'ldan, shu nimisda. Yo'lida bo'lash kerak edi sizlar. Sinatchi shu cho'ng qizimiz u mijozida burunga o'xshamaydigan o'zgarish bo'lyapti. O'zgarish bo'lib ketdi. Burun Uyg'ur naqshlarini anglaydi, mijozimi o'zimizga loyiqdi. Hozir ham faqatlam Koreyachilar bo'lib ketdi buni. Tomoqlardan tortib, o'sha havas qilyapti. Oy, kiyim-kechakdan tortib, men bu hayotimda ashuni kechiligi bir qitim qatnashtirib qo'ysam, men sendan hech qanday umid qilmayman. Shulam taladim bor edi. Ma kuchli havas qildi. Ma pek kuchli bo'libmi, qarab Mencha bo'lgandek bir. o'zgardi, mencha o'zgardi bu. O'zgardigan chiroy emas. Balada shunday har xil Havas bo'ldi. Bu asta-asta o'zgardi. Bu balla emasmi taxi? Hozir to'liq sizning birinchiligida balkim shunda qizg'inlikdan boshqa narsa yo'q-ku balada hozir. O'shang deymiz-ku. Masalan, ular mastani, mana rasmiy mastani. O sening qizing balkim o'sha butun hissiyot bilan kirib ketgan bo'lishi mumkin. Ballachi hissiyot bu. Buningga lekin balla deganda o'zgardi, ammo biz to'g'ri yo'lga o'zimiz yetaklaymiz kerak. Bularmi qizbol bilan, qizimiz bilan hamda amal bor, naydi, siliq sipoyi paranglashmasa qolmaydi. Men qizim bilan ancha-muncha shunda o'tirmizda ko'z qarash, u cho'ng bo'ldi emasmi? Ko'z qarash to'g'risida, o'xshamaslik to'g'risida fikr qilishib qolamiz-ku. Kichik ixtiloflar yuz berib turdi. Men umuman shunda ko'nglim kelgan gap qismi bir ulug' kichikdan o'tib seni deb qo'yadi. Deyib ana telefon olib yabamiz tepib. Hech nima bo'lmaganda bular yaxshimi? Ashuna muhtoj bo'ladi-ku. O'zini unutuldirib deb elqinichu, dadasining og'rinib qolgan yerlarini boshda unutuldirib deb. Uni keyin naydi hech nima bo'lmaganda. Oldida gaplarni anglab, to'g'ri, deb tushunib uni gapini-chu. Asta hamma gapini deb qo'ygan ekan. Balkim sening shu o qizning havaslariga noqoyilligini bilib bo'ldi degan bildi hozir. Bildi. Shunga balkim sen bilan mush to'g'rilab fikrlashsa, ochchig'lanishi, g'azablanishi yoki yig'lab ketishi mumkin. Yig'laydi, to'liq yig'lab hal qiladi. Eng cho'ng qila oladigan ish yig'a. Mening qizim mashta hal qildi ishni. To'da deb yig'laydi. Mendan kessim, o'zdan kessim mashta. Ma'qul deb quchoqlab turib, yig'isini to'liq bitib keyin bulam to'g'ri, ammo deb menda qilmaydi-ku. U ishtiroq ta'sir qildi-ki, bolaga. Nima shunday qilsangiz bu xato deb aytgandan bolaga mandaroq qizimiz yaxshiroq turibdi. Ammo sening zodi boshlatmaydigan burching uni to'g'ri yo'lga o'zing yetaklash. Men hozirgacha pek chiq paranglashib ketdim bu qizim bilan. Chiroyli paranglashdim. Ga achchig'im kelib ketsa, urutim juma deb qo'ysam o'zi kulgisi kelib ketdi-ki, apsi qilib ishda damandasi kulgim kelib ketdi-ki. Umaysan. Umayman millatda. Hozirgacha yaxshilab gap qildim. Butun yaxshi muomala qildim, yaxshi gap qildim. Qashqarga ketishga eng o'shdi bu qizim. Shuni bir qo'qtay deb, menda qilaversangiz, bunda Qashqarga yondirib ekilma. Desam, men Qashqarga ketaman deb turib oldi bu yaqindan. Onada voz kechmayman. Onada voz kechmayman, Qashqarga ketdik. Monda ish bor. Hozir haqiqatan agar masalan bu bolaning qalbida yoki vujudida shunday bir portlash xarakterli bir kuch bor degan gap. Uningda agar o'sha aqidani, shu hozirgi shu 7 kishilik zulqaga qaratgan havasni yoki shu qizg'inlikni asta yo'tkab yana bir narsaga qo'yadigan ish bo'lsa, masalan, o'rganishga yoki bir kasblarni o'rganishga, ammo bundan kuchlik bir nim bo'lmaydi-da, uni ilgirlatuvchi kuch bo'lmaydi. Demak, uning vujudida bor har qancha ish bo'lsin voz kechmaydigan bir iroda bor bo'lib qolgan bo'ladi. Shu irodani agar to'g'ri yo'lga yetaklasak, shu irodani o'zini boshqa bir ishga qo'ya olsak, cho'qim yaxshi natija chiqadi. Shuning uchun biz uni
yana zerikmay terkin bizning zerikadigan hech qanday haqqimiz yo'q. Yana erinmay, menimcha yumshoq tadbirlar bilan buni o'zgartiraylik. Balkim bizning yordamimiz tegib qolishi mumkin. To'g'ri. Men Ubul Qosim balamning ismini nima? Sahar. Sahar agar shu programmani ko'rib qolsa, balkim deb yana bir xil sal uyg'unish ya xiyolga kelishi mumkin. Biz havas qilmoq demaymiz. Cho'qim havas bo'lish kerak, iroda bo'lish kerak, orzu armon bo'lish kerak, lekin buni to'g'ri yo'lga eng bizga natija ko'rsatadigan, vujudga chiqadigan ishlarni ustida o'ylansak ham yaxshi bo'ldi. Keyin ko'rishganda biz siz bilan ayrim paranglashimiz qizim-a. Endi balamizninki temasidan keyin yana bizning ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganda ko'nglimizdagi bir parang bor. Ubul Qosim uzundan beri naqsh etyapti, hozir ijodiyat sepiga kiryapti. Endi bu turmush yo'lim faqat shu naqsh bilanmi? Meni olishimcha Ubul Qosim hozir tijorat yo'liga mengyapti degan bunday uchurlarga ega bo'lgan. Ko'pchilikning bilmoqchi bo'lgani hozirgi turmush qanday iqtisodiy kafolat bilan mengyapti yoki shu bizning naqshimiz bilan kirgan kirimdimi yo boshqa yo'l tutganmi? Qo'shimcha tijorat bormi? Endi bu kasbda nima demasam siz bilasiz, kirimdan chiqimi bak olib ketadi ekan. Bir naqsh ishlasak, ijod yozsam 8-10 ming ko'z ololmaydi ekanmiz bir naqshni. To'g'ri. Haqiqatan. Topgan pul iliqi uydagi savol bozor to'g'ri kelmayapti deganda. Bu kasbda topgan pul oyonga to'shimi deysapda. Shundan men bir qo'shimcha bir kasb qilib baqay deb tatliq turma tur dukundan bir tal qilib qo'yganim 3 yil bo'ldi hozir. Qashqarda. Hamda kichik bo'lsa mana shu do'konni qilib qo'yibdi ekanman. Ana nimasini chanmay o'tib ketib borman yana o'zimning nomimni. Ismi nima? Tatliqzoda. Tatliqzoda 4 sene o'tdi. O'rnash Qashqar shahridami? O'rna Qashqar shahrida. Qaysi ko'cha bu? Moliya sudi maktabidan yeni qilam to'g'ri keldi. Ko'ni moliya sudi. O'rni yaxshi-ku. O'rni yaxshi yerda. So'rishimdan bizni berib qolsak, Udul aka bosak sizni topa olaydi. G'azab qarshilik tuman ekan. Tatliqzoda. Uning kirimi normal bo'lyaptimi? Uning kirimi normal bo'ldi, ish qilib xizmatchilarning maoshlarini do'kon ijarasi, qo'shimcha men naqshlarimni ishlatib olaman. Ayran topgan pullarni. Asli maqsadmi shu? Asli maqsad shu zodi. Ubul Qosim bilan chiroyli paranglashdik. Do'konni qilyapti. Bu yaxshi bo'libdi, lekin o'zining ustoz dunyo maraqi. Bugun nurg'un yaxshi savol javoblar bo'ldi, sening hayoting to'g'risida yana bir o'rtoqlashish bo'ldi. O'z navbatida biz o'tag'anlar bilan, ko'rayotganlar bilan men ham sening kasbiy hayotingda texnik zo'r natijalar bo'lsin deb tilaymiz. Shuning oldi bilan sizga tushuntirishimdan rahmat aytaman. Qo'rq tilimda hozircha. Bir naqshni tang aytib keldi. Shu xalq olam oldida bir divasamishga bir tal naqshi bir. Bu keyingi planda demsan? Xo'p, bu bo'ldigan gap. Bu chiqimlarimiz arzu. Chiqimni o'zing qilamsan. U mendan. Ya To'rtxondan ya Xo'goxondan topgan. Shuning bir nim qilgan bo'lsangiz deb. Ekranning oldida video olaysiz. Shu ko'pchilikning oldida va'da qilma. Shu ukam bilan 20 yil ustoz shogirdlik munosabatida bo'ldik. Hozirgacha haqiqatan bir naqshni birga aytish fursati bo'lmadi. Ham o'zimizmi bu to'g'ri buni arzusini bilmagandan men izlanmadim. Men deyishkim jur'at qilolmay o'tib ketib borim bu vaqt. Davoldi, sizlarning o'zingizlarmi? Cho'qim yaqin kelgusida bu iltimosni cho'qim o'rinlaymiz. Sog'lomligimiz yaxshi bo'lsin. Bu arzu havaslarga yetaylik. Bugun naqsh olmadik, davog'anda. Voy, anglaymiz, men quruq kelmadim. Ha, shunday. Qani? Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va choch yuyish suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topa olasiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari.
Görüvatqanınız Sərkərdə Xalqara Savdo Çəklik Şirkəti tacdarlığıda ep berilayotgan Xoş Geldiniz programımız. Mən səfərgə mağan çağda Yiraqqa anam Qalğan tiniz aq yol tilep Qıraqda anam Soğat ilip yenip gelsem Didar siğinip Can anam Ecel kuşu abdu sizni Bırakta anam Soğat ilip yenip gelsem Didar siğinip Can anam Ecel kuşu abdu sizni Bırakta anam İlip gelgen nimetledin Yi güzel midir Atap algan kiyimleni Ki güzel midir Kucak içi pişanemge Suy güzel midir Can anam Sizni izde barayı emdi Kayyaka anam Kucak içi pişanemge Suy güzel midir Can anam Sizni izde barayı emdi Kayyaka anam Taqdir shundoq rahimsizken yo'li tor ekan ey ota ona farzandlarga g'amguzor ekan bu dunyoda avlod mangu qarzdor ekan Ecr kılayman mı sizde evlatga ana Bu dünyada evlat mengü qarzdor iken Can ana
qılaymanmı sizdek evlatqa ana Əcr qılaymanmı sizdek evlatqa ana